hozir hammada vahima xuruj, panika ataka, manda yuragim siqilyapti, hozir o'lib qolaman degan his bo'lyapti yoki bo'lmasam nafas yetmayapti, yurak tez urib boryapti, kardiologga boradi, nevropatologga boradi, hammasi zo'r deydi. Va albatta eng asosiy faktorlardan biri bu oddiy psixologlar aytadiki, tadqiqotlarda ham bu narsa isbotlangan, turmush tarzida rejim yo'qligi, ya'ni buzilib ketgan. To'g'ri, hayot ancha muncha rivojlanib borgan sari, ya'ni bizning hayot hozir bir qo'pol qilib aytganda poygaga o'xshaydi. Ozgina dam oldingizmi, sizdan o'zib ketishadi. O'shaning uchun insonda o'ylov ko'payib boshlaydi. O'ylov ko'paygandan keyin albatta stressli vaziyat qisqa bo'lmaydi-da, uzoq muddatli bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ham vahima xuruji juda ko'payib ketyapti va bundan tashqari asosiy faktorlardan biri ijtimoiy tarmoqlarda filtr yo'q bizda. Har xil diskomfort, yangiliklar kelishni boshlaydi. Ko'ramiz, o'ylaymiz va qanaqadir noxush voqea ro'y beradigan bo'lsa, shu narsa men bilan bo'lsa-chi degan narsa ham odamni tinch qo'ymaydi. O'shaning uchun eng to'g'ri va birinchi usul to'g'ri sog'lom turmush tarziga qaytish. Rejimli hayotga qaytish. Vaqtida uxlash, vaqtida ovqatlanish, vaqtida dam olish va vaqtida ishlash. Mana shu narsalar yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, albatta vahima xurujini ham boshqarsa bo'ladi. Va eng zo'ri sport bilan shug'ullanish kerak. 7 yoshdan 70 yoshgacha.